Assalamu Assalamu alaykum dostlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Mening ismim Suhayda. Bugun sizlarga kapsiz iyiq degan tekstni o'qib beraman. Kapsiz iyiq. Bir kuni iyiqchoqning onasi uningga: "Qizim, sen men hammomlarning uyiga berib, uni yo'qlab kelay. Sana tushlik tomoqni tayyorlab qo'ydim. Qo'rsog'ing ochsa yegin. Kitob o'qib, uyda o'ynab turg'in. Uzunga qolmaylam yetib kelaman", debdi iyiqchoq. "Bo'lidu apa, xayri xo'sh", deb onasi bilan xushal holda xo'shlashibdi. Iyiqchoq hovlidagi bog'chada o'ynab, yuz-qo'llarini va kiyim-kechaklarini maynat qilib bitibdi va yolg'iz o'ynab zerikib ketib uyga kirib ketibdi. Iyiqchoq uyga kirib qo'llarini yuvmabdi. U ko'nglida: hozir qo'llarimni yuvishimning hojati yo'q-ku. Tomoqni yeb bo'lib biroqla yuysam-ku bo'ladi-ku", deb o'ylabdi. Iyiqchoq qo'llarini yuvmay dasturxonni sapdi va bismillah demayla tomoq yeyishga boshlabdi. Televizorni ko'rib o'tirib, xudini bilmaylam tomoqni ko'p yeyapti. Iyiqchoq tomoq yeb bo'lib, qo'rsog'im ajab to'yib ketdi. Qarag'anda ko'p yeyolgan o'xshayman. Opamning davonlari nima degan o'xshagan, ha? Debdi. Iyiqchoq tumishdi. "Voy qo'rsog'im, voyjon, voy ana", deguncha qo'rsog'ini tutib, voyjonlab yig'lashga boshlabdi. Dal shu vaqtda onasi yiroqdan iyiqchoqning ovozini anglab yugurib yetib keldi. Onasi iyiqchoqning ahvolini ko'rib, darhol yo'lbars doktorni chaqiribdi va doktor iyiqchoqni tekshirib qaraganda, "Sen tomoqni ko'p yeb olgandek qilasan", debdi. Iyiqchoq uningga javoban: "Shundoq, tomoqni ko'proq yegan edim", debdi. Doktor: "Maynat bir narsa yevolgandek qilasan-ya", deb so'rabdikan. Iyiqchoq yig'lab turib: "Bog'chada o'ynagandan keyin qo'llarimni yuvmayla tomoq yegan edim", deb javob beribdi. Doktor uningga dori yozib beribdi. Iyiqchoq bir qancha kun dori ichgandan keyin sog'ayibdi va Allohga hamd aytibdi. Shundan keyin u dasturxonga kelishdan burun qo'lini yuvib, bismillah deb o'ng qo'li bilan
tamak yeydigan boptu. Anысы onundan söyünüp. Nahayeti yaxşı iş kıldın balam. İş kıldın balam. Bu güzel adetini her vakit özüg, özügme. Özüge hemra kılgan. Şundak ağırıp kalmaysan. Dep onun mağziga tan ve dep onun mağziga tatnına suyup koyuptu. Hoş.